Zahiriddin Muhammad Bobur 1483-yil 14-fevralda tug'ilgan. U buyuk sarkarda, shoir, davlat arbobi va Mo'g'ullar imperiyasi asoschisi. Otasi Umarshayx Mirzo Temuriylar sulolasidan, onasi Qutlug' Nigor xonim Chingiziylar avlodidan. Bobur yoshligidan ilmga, adabiyotga va harbiy san'atga qiziqqan. 12 yoshida Farg'ona taxtiga o'tirgan. Samarqand uchun bir necha bor kurash olib borgan. 1504-yilda Qobulni egallagan. 1526-yilda Hindistonda Panipat jangida Ibrohim Ludi ustidan g'alaba qozonib, Hindistonda yangi imperiyaga asos solgan. Shu tariqa Bobur Hindistonda qudratli davlat Mo'g'ullar saltanatini barpo etgan. Bobur nafaqat sarkarda, balki iste'dodli shoir va yozuvchi ham bo'lgan. Uning eng mashhur asari Boburnoma hisoblanadi. Boburnoma tarixiy, badiiy asar bo'lib, unda o'z hayoti, yurishlari, tabiat, shaharlar va odamlar haqida batafsil yozgan. Bobur g'azal va ruboiylar ham yozgan. 1530-yilda Agrada vafot etgan. Keyinchalik jasadi Qobulga ko'chirilgan.